Xodimimizga prokuraturadan taqdimnoma keldi. Hujjatni noto'g'ri rasmiylashtirgani uchun bir xodimimizga nisbatan intizomiy javobgarlik belgilashimiz to'g'risida. Endi tashkilotimiz rahbari intizomiy javobgarlik qo'llashga majburmi? Yana bitta holat, bayram munosabati bilan barcha xodimlarga mukofot berildi, lekin intizomiy javobgarlikka tortilgan xodimlarimizga berilmadi. Bu qanchalik to'g'ri? Undan ham qiziq bitta holatda aytaman, yaqinda xuddi shu holatga guvohi bo'ldim. Bir xodim intizomiy javobgarlik sifatida mehnat shartnomasi bekor qilingan. Bilasiz, intizomiy javobgarlikning 3-turi sifatida mehnat shartnomasini bekor qilish bor. Lekin u xodim sudga berib, yutib chiqib, majburiy прогул hisobiga pul undirdi, ham kompensatsiya undirdi, ham buyruq bekor qilinib, ishga qayta tiklandi. Xo'p, sizda ham shunaqa muammolar bor, bilaman. Bu muammolarga mehnat intizomi to'g'risidagi seminarimiz yechim beradi. Xo'p, bu qanaqa seminar? Birinchidan onlayn shaklda o'tiladi, Zoom platformasida. Ikkinchidan narxi atigi 99 ming so'm. Bu pulga bitta hattoki hozir obed ham bermayapti. Va uchinchidan barcha buyruqlar, ya'ni o'sha mehnat intizomiga doir bo'lgan hamma buyruqlar shabloni sizga tayyor qilib tashlab beriladi. Bu seminar kimlar uchun? Birinchi bo'lib ish beruvchilar uchun, chunki ertaga siz ortiqcha rasxod qilishingizga hojat qolmaydi. Ikkinchidan bu kadroviklar uchun, chunki siz buyruqni tuzishda ish beruvchiga yo'l yo'riq ko'rsatuvchi xodimsiz. Va eng asosiysi yuristlar uchun, tashkilotdagi huquqiy holatini baholab turadigan xodim sifatida. Xullas, agar sizga bu narsalar qiziq bo'lsa, bu ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, atigi 99 ming to'lab turib o'z joyingizni band qilishingiz mumkin. Kommentariyda plus qoldiring va sizga aloqaga chiqishadi.